Hammaga salom do'stlar. Bugun biz siz bilan har doimgidek juda ham qiziqarli video olamiz. Bugungi videomizda sizlar bilan Gatraydivizni qilamiz. Agar siz meni eski kanalimdan yangi kanalimga o'tgan bo'lsangiz, raspakovkamda ko'rsatgan kiyimlarimdan kiramiz. Qani bo'lmasam boshladik. Sizga ko'rsatmasdan birdaniga kiraman. Ketdik. Hoppa, mana mashhur boshqamni kiydim. Albatta bu shalvar emas, boshqa narsa kiraman. Buni birinchi raspakovkamda ko'rsatganman. Qaranglar, sochimni ham chiqildim. Tak, endi pasimizni kiyib olamiz. Qani ketdik. Mana yubkamni kiyib oldim. Juda ham zo'r yubka. O'zimga yoqadi. Endi o'ylaymiz. Sochimizni to'g'rilaymiz. Qani ketdik. Keyin taqinchoqlarimizni ham taqamiz. Qani ketdik. Mana ikkita qo'limga ham ikkitadan taqib oldim. Keyin zanjirimi sipochkani taqdim. Tak, endi halqamizni taqamiz. Uzr, shida oyna ochiq qolgan. Halqamni ham ko'rsish esimdan chiqqan. Endi adres sepamiz. Lucy bo'lsa kerak. Menga biroz tushgan, o'shaning uchun ko'p sepaman. Bitta sepganda chiqmaydi. Mana endi chiqdi. Tak. O'ylaymiz, endi oyoq kiyim kiyamiz. Shirida boshqacha perexod qilmoqchi bo'lganman, lekin umuman boshqa narsa qilganman. Endi bering ko'ringlar sizlar. Qaranglar, xayr, mayli. Buni tashavvurish kerak edi. Men bir oynaga qarab turganman, qaranglar. Yana bunday ochganman, qaranglar. Adashib ketdim shirida. Mana kirib oldim. Qaranglar, ukam joyida ochiq yopish esimdan chiqqan. Chunki endi turgan edi. Turgandan men video olishga tushib ketdim. Mana shu sumkam, bu sumkamni ham birinchi raspakovkamda ko'rsatganman. Shu bilan biz tayyormiz. Xayr. Desam hali xayrlashmayotgan ekanman. Xayr.